Soat tungi 1 va o'rtoqlar, sizlarga bitta muhim yangiligim bor. Mana bu dastur kimning esida bor? Kim ishlatib ko'rgan mana shu dasturni? Aynan bugun 6-maydan boshlab ushbu Skype dasturi rasman to'xtatildi o'rtoqlar. 5-maygacha ushbu dasturni ishlab turganda, rasman Microsoft o'zi tomonidan xayr, Skype deb post joylandi. Endi Skype'dagi hamma ma'lumotlar Microsoft Teams dasturiga qo'yib joylanadigan bo'ldi. Agar kimda Skype dasturi bo'ladigan bo'lsa, Skype ichida ma'lumotlaringiz bo'lsa, maslahat beraman, ko'chirib olishdi. Bundan buyog'iga endi Skype dasturi yo'q.